Bugun O'zbekiston tibbiyoti transformatsiyasi yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Bu jarayonda ixtisoslashgan tibbiy xizmatni aholiga yaqinlashtirish, zamonaviy diagnostika va davolash usullarini olis hududlarda yo'lga qo'yishga alohida e'tibor qaratilyapti. Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi bu borada yurtimizning yetakchi tibbiyot muassasalaridan biri hisoblanib, klinikada xastaliklarning barvaqt oldini olish, uni samarali davolash va og'ir asoratlarni bartaraf etish ishlari samarali olib borilyapti. Hozirgi kunda hududlarda uning 14 ta filiali, viloyat darajasidagi 2 ta muassasa, 8 ta teri tanosil kasalliklari dispanserlari, 11 ta teri tanosil kasalliklari bo'limlari, shuningdek har bir tibbiyot birlashmasining ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasida dermatovenerolog va 18 ta dermatokosmetologlar xonalari faoliyat yuritmoqda. So'nggi yillarda markaz olimlari genodermatoz va onkodermatoz muammolari, terining zamburug'li va virusli xastalik turlarini aniqlash, dermatokosmetologiya va soch ko'chirib ekish yo'nalishlarida katta yutuqlarga erishdi. Qolaversa, muassasaning hududiy filiallarida ilg'or yondashuvlar amaliyotga keng tatbiq etilmoqda. Ayni paytda prezidentimiz topshiriqlari bo'yicha pastga tushib ishlayapmiz. Har bitta tumanda, shaharda, viloyatda har bitta bizani mutaxassislarimiz ishlayapti. Markazda yangi uslubiy uskunalar olingan, nima olingan bo'lsa, o'sha pastga ham olinyapti va o'sha yerda ishlatilyapti. Masalan, Dehqonobodda bizani dermatovenerolog o'tirganda og'ir bemor keladigan bo'lsa, bizda telemeditsina rivojlangan. Bu bizning markaz bilan bog'lanadi, viloyat markazi bilan bog'lanadi va o'sha zahotda kerakli maslahat beriladi va bemorga o'sha maslahat bergan holda yordam ko'rsatiladi. Aytish lozimki, sohadagi ijobiy o'zgarishlarni markazning Samarqand viloyati filiali misolida ham ko'rish mumkin. 135 o'ringa mo'ljallangan mazkur muassasada ayni paytda 100 nafar tibbiyot xodimi, jumladan 25 nafar dermatolog shifokor hudud aholisi salomatligi yo'lida samarali faoliyat ko'rsatmoqda. Dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Samarqand hududiy filiali yangi binoga 2024-yilning aprel oyida ko'chib o'tdi. Amalga oshirilayotgan ishlarning samarasi natijasida yangi davolash va tekshirish va davolash usullari, diagnostik usullar joriy qilindi. 2025-yildagi hamkorliklarimiz natijasida Yaponiyada ishlab chiqarilgan immunohistoximik protsessor apparati olib kelinib, bevosita mana shu 2025-yil choragida mana shu to'qimalarning histologik tekshiruvi yo'lga qo'yildi. Histologik tekshiruvning yo'lga qo'yilishi bemorlarda teri rak kasalligini oldin olishda juda muhim ahamiyatga ega. Filial fizioterapiya va diagnostika, laboratoriya, poliklinika hamda statsionar kabi bo'limlardan iborat bo'lib, viloyat bo'yicha 29 ta tahlilxonalarda zaxm kasalligini serologik tekshirish, filial laboratoriyasida esa zaxm, xlamediya, uriya plazmoz kabi ko'plab xastaliklarni aniq tashxislash yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunga kelib filialda plazmafariz va husnbuzarning asoratli shaklda trombositlarga boyitilgan qon plazmasi bilan regenerativ davolash, psoriaz bilan kasallangan bemorlarga antitsitokinoterapiya va dermatologiyada integrativ tibbiyotni qo'llash kabi yangi muolaja usullari amaliyotga tatbiq etilgan. Oxirgi yillarda muassasaga kosmetologik kombayn, plexir, dika, exilite kabi zamonaviy tibbiy jihozlar xarid qilinib, husnbuzar, so'gallar, papillomalar, gemangiomalar, millennium, vitiligo, tatuaj, striyalar, operatsiyasiz blefaroplastika va chandiqlarni davolash yo'lga qo'yildi. Yangi ochilgan fizioterapiya bo'limi esa OZT, UFO, UVC, darsinval, elektroforez, elektroson, vlog kabi asbob uskunlar bilan ta'minlanib, tug'ma ehtiyoj psoriazning og'ir turlari va atopik dermatit kasalligini davolashga mo'ljallangan fitovanna tashkil etildi. Dermatolog kasalliklarni erta aniqlash, ularning og'ir oqibatlarga olib kelmasligini oldini olish bo'yicha hududga chiqish, bemorlarni erta aniqlash, kasalliklarni oldini olish, uni profilaktika qilish borasida doimiy ravishda tizimli ishlarni amalga oshirganmiz. Bir so'z bilan aytganda, filial faoliyatidagi bunday ijobiy o'zgarishlar hudud aholisiga mazkur yo'nalishda har tomonlama sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish imkonini bermoqda.